Barchaga assalomu alaykum. Aziz futbol muxlislari, bugun sizlar bilan Italiya seriyasi jamoasi Inter haqida gaplashmoqchimiz va bir mavzuni ko'tarmoqchiman. Bu yil Inter treble qayd qila oladimi? Ya'ni Italiya seriyasi, Chempionlar Ligasi va Italiya Kubogini yuta oladimi degan savolni ko'tarmoqchiman. Inter o'z tarixida treble qayd etgan yagona treble 2010-yil Jose Mourinho jamoasiga tegishli. Jose Mourinho o'sha davrda, o'sha vaqtda Inter bilan treble qayd etgan, A seriyani yutgan, Chempionlar Ligasini yutgan, hamma eslaydi. Finalda Bavariyani yutgan edi va Italiya Kubogini yutgan. Xullas, bu mavsum Inter treble qayd qila oladimi degan savolni men bermoqchiman. Simone Inzaghining intervyularida biz ko'rdik, mana shunday ishora qilib chiqdi, ya'ni bu treblga ishora deyiladi. Biz ya'ni 3 ta kubokni bu mavsum yutamiz degani. Xo'p, A seriyada hozircha Inter birinchi o'rinda ketyapti. Raqib jamoalaridan 3-4 ochko oldinda boryapti. So'nggi turda ham Italiya chempionlik uchun kurashayotgan Atalantani Bergamoda 2-0 hisobda mag'lubiyatga uchratdi. Napoli esa Venetsiyada ochko ola olmadi, 0-0. Xo'p, Chempionlar Ligasida biz ko'ryapmiz, Bavariya bilan tushgan 8-aprel sanasida bu bahs bo'lib o'tadi. Myunxenga safar qiladi Inter jamoasi. Italiya Kubogida esa 2-aprel kuni o'zining hamshahari, azaliy dushmani bo'lgan Milan jamoasi bilan o'ynaydi. Xo'p, demak biz Italiya Kubogidan boshlaymiz. Xo'p, Italiya Kubogida Inter jamoasi yarim finalni Milan bilan o'ynaydi. Biz bu yil ko'rdikki, Italiya Super Kubogida Milan Interni comeback asosida so'nggi daqiqalarda yutib, kubokni Interdan yulib oldi va chempionat doirasida ham unda Fonseca edi, Milan bosh murabbiyi, 1-2 hisobida g'alaba qozondi va Cassano kelgandan keyin chempionat doirasida 1-1 qayd etdi va Inter 3 uchrashuvda ham Milanni mag'lubiyatga uchrata olmadi. Bu esa 4-tur, 4-o'yin bo'ladi va navbatda 5-o'yin, ya'ni javob uchrashuvi ham bor aprel so'nggi kunlarida. Xo'p, Inter qisman favorit hisoblanadi bu yerda, sababi hozir Inter bir xil ssenariyda to'p suryapti. Simone Inzaghi juda ham yaxshi jamoa shakllantirgan. Har bir o'yinda jamoa gol uradi, gol o'tkazib bormaslikka harakat qiladi, jamoa kurashadi. Hozircha qaysi jamoa finalga chiqadi deya olmaymiz, sababi Milan ham hozircha ishlar sekin, astalik bilan o'ziga kelayotgan degan 2 turni comeback qilib yutdi. Interni ham yutib